bitta tema borda. Manda hozirgi mashina, misol hozir benzinda yursam, misol uchun menda ham gaz bo'lgan, gazda bo'lganda mashina. Taksi men ham kiraga ham chiqqanman misol uchun. Lekin men bitta narsani tushunardim, to'shda qish kelganda bizda gaz muammo bo'ladi. Gaz to'rim hamma biladi-ku, gaz zapravkalarda muammo bo'ladi. O'chirt katta bo'ladi yoki o'chirib qo'yiladi yoki uch kunlab berilmaydi. U shunaqalarni rashyutini olib, hisob kitobini olib, men nima qilardim? Boraman, shu 150-200 ming pulimga tirs etib gazni regulirovkasini to'g'rilatib olaman benzinga-da. Polni benzinga o'tkazib olib turib, bo'ldi, benzinda yuraveraman. Lekin kira ham qilganman. To'g'ri, gazdan nisbatan 100 ming, 50 ming kamroq bo'ladi. Balans o'ynaydi, 100 ming, 150 mingdir balkim. Lekin не критическийdi. И plus qisishda Yandex zo'r bo'lardi. Nimaga? Ko'p Yandexlar va viloyatning mashinalari bo'ladimi, gazdigilar bo'ladimi? Ko'pi zapravkada o'chirib turgan bo'lardi. U payt men normalni cashback kurib olardim. To'g'risi. Chutki lifehack, ideya. Hozir nimaga unaqa deyapman? 2-3 qatorlab zapravkada turishdi-da. 4-5 soatlab bu boyoz mahalladan chiqib kelganman, bitunkadan ishim bor edi, через bitunka ketdim, bitunkada 2-3 qatorlab turishdi. Kecha ham turishdi, hozir вообще dahshat. 300 ta 400 ta mashina o'chirdi. Undan ko'ra menimcha men aytayotgan variant menimcha zo'r o'tkazib olish. Hammaning ishiga rivoj, baraka.